Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bugungi video darsimizda ko'plab mening videolarim ostida izohlar kelyapti. Mana shunday sun'iy intellekt orqali qanday qilib yasayapsiz bu multfilmlarni, qanday qilib YouTube'larda, Instagram'larda trendga chiqqan mevalarni qanday gapirtirishmoqda. Shu asosida izohlar kelmoqda. Men shu izohlar ko'paygani sababli o'zim qilayotgan narsalarni qanday bajarayotganimni sizlarga video dars qilib tushuntirib o'taman. Men buni yashirib, aytmasdan o'qiganim foydasi yo'q. Har bir o'rganib olasizlar. Mendan bo'lmasa boshqasidan o'rganasizlar. Undan ko'ra men o'zimdan o'rganib yaxshi video qilsalaringiz men xursand bo'laman. Buning uchun biz birinchi o'rinda nimalardan foydalanamiz? Xo'p, birinchi o'rinda biz ChatGPT dan foydalanamiz. ChatGPT dan biz ssenariy yozish uchun va o'sha ssenariylardan prompt tayyorlash uchun foydalanamiz. Prompt nima? Ko'pchilik prompt nimaligini bilmaydi. Prompt deb eshitadi, lekin nimaligini bilmaydi. Bu prompt sun'iy intellektga beriladigan buyruq. Bu promptni qancha inglizchalab cho'tki qilib tushuntirib yozsangiz, u siz xohlaganingizdek variant berishga harakat qiladi. Siz xohlaganingizdek videolaringizni tayyorlay olasiz. Shuning uchun biz ChatGPT dan foydalanamiz. Buning uchun Google ga kirib ChatGPT da kiramiz. ChatGPT ga prompt yozamiz. Men sizlarga bu prompt beraman. Uning uchun sizlar izohlarga prompt deb yozib ketasizlar. Men iloji boricha hammalaringizga tashlab berishga harakat qilaman. Xo'p, xuddi mana shu prompt sen mening shaxsiy prompt muhandisimsan. ChatGPT ni cho'tki qilib maqtasak, sizlarga zo'r o'zingizga kerakli narsalarni qilib beradi. Buni yuboramiz. Hozirroq kutamiz. Tushundim deyapti. Endi sening prompt muhandising, rejissyoring, ssenariy muallifingman deyapti. 3-5 soniyalik monolog, dialog yozamiz deyapti. Eslatib o'taman, sun'iy intellektlar 7-8 maksimum 7-8 sekundli kadrlarni tayyorlab beradi. Undan oshiq tayyorlab bo'lmaydi. Va hamma sun'iy intellektlar pulli dastur hisoblanadi. Hozirda esa men foydalanayotgan sun'iy intellektim Flow deb nomlanadi. U Flow kuniga hozir yaxshi bo'lib qoldi. 50 ta kredit beradi. Har bitta video tayyorlagan har bitta kadringiz 20 kreditdan hisoblanadi. Bitta akkauntdan bir kunda 2 ta kadr tayyorlashingiz mumkin. Xo'p, mana bu promptni yozdik. Endi g'oyangni yoz deyapti. Buning uchun biz masalan YouTube'da xuddi mana shunday videolarni tayyorlab ko'ramiz. Salom, men Anorman. Meni muntazam iste'mol qilsangiz, yuragingizni himoya qilaman. Qon bosimini pasaytirishga yordam beraman. Men uzunman. Meni iste'mol qilsangiz, xuddi mana shunday videolarni tayyorlashni hozir ko'ramiz. Masalan, endi g'oyangni yoz deyapti. Bu yoqqa uzun g'oya yozish shart emas hozirgi video tayyorlash uchun. Bu yerga masalan biz uzun deb yozamiz. Uzun yozamiz va u bizga prompt tayyorlaydi. Xuddi mana shunday. Promptimiz inglizcha, tagida dialogi bilan yozib beradi. Xo'p, biz bu promptni kopirovat qilib olamiz. Kopirovat qilib olamiz va bu yerdan men o'zim foydalanayotgan sun'iy intellektga kiraman. Masalan, Flow. Men Flow dan foydalanaman. Flow ga kiramiz. Mana shunday oyna ochiladi. Creative with Flow. O'zimizning akkauntimizni tanlaymiz. Eslatib o'taman, akkaunt bo'lishi shart. Akkaunt bo'lmasa bu ishlamaydi va akkauntingiz 18 yoshdan baland bo'lishi kerak. 18 yoshdan kichiklarga ochilgan akkaunt bo'lsa, bu Flow ishlamaydi. Xo'p, biz mana bu yerga yangi new project tanlaymiz. Va bu yerda biz yozamiz creative image tanlaymiz. Va bu yerga sun'iy intellektdan olgan promptimizni kopirovat qilamiz. Bu yerda keyingisi delete tugmasini bosamiz. Mana bu foizi to'lishni boshlaydi.
8 44 46 va bizniki tayyor. Xo'p, mana uzumni tayyorlab berdi. O'zimizga yoqqanini olamiz. Xo'p, yoqqani menga mana bunisi yoqdi. Skachat qilamiz. Ekranga olamiz. Endi buni gapirtirish uchun Creative Image degan tugmani bosamiz va Frames to Video deganni bosamiz. Bu yerda mana bu plyuschani bosamiz va рабочий stolimizda ekranimizdagi boya saqlanib qilgan uzunimizni belgilab открыть tugmasini bosamiz. Mana bu 9 ga 16 yo portret qilsangiz bo'ladi. Portret endi kichkina bo'lib ketyapti. Men 9 ga 16 YouTube ga ko'proq video ishlayman, 9 ga 16 formatda ishlayman va crop and save ni bosamiz. Ozroq sabr qilamiz. Mana bu yer aylanadi, to'ladi. Va rasmimiz bu yerga tushadi. Mana tushdi. Endi ChatGPT bergan dialogni yozib ko'ramiz. Ikkinchi skript o'zbekcha deyapti. Xo'p, men oddiy meva emasman, quyoshni ichimga yutganman. Har donam shirinlikning siri, tatib ko'r va yozning o'zini his qil. Buni kopirovat qilamiz va bu yerga yozamiz. Dalay tugmasini bosamiz, ozroq kutib turamiz. Boya aytgandek, bu yerda 50 ta kredit beradi kuniga. Hozir men tayyorladim, 20 kredit ayrildi. Shuning uchun 30 ta qoldi. Yana bitta mana shunday kadr tayyorlasam bo'ladi. Endi kadrimizni kutib turamiz. Ozroq yana bir muhim eslatma. ChatGPT ga ssenariy yozishni qonun qoidalari mavjud. Buni yozib olasizlarmi? Menga kommentariya izohlarga yana izohga yozib tashlang desalaringiz, men yozib tashlayman. Prompt yozishni qonun qoidalari mavjud. Xuddi ona tili ingliz tillarida ham bo'lgandek ot, ega, kesim, fe'l xuddi mana shu variantda qilishimiz kerak. Bu degani nima degani? Masalan, ChatGPT ga ssenariy yozish uchun yozamiz. Xo'p, uzum bo'lsin deyapmiz. Uzum qayerda tursin? Masalan, bog'dami? Qayerdadir o'tirgan holatimi? Nima qilyapti? Ana shularni to'liq yozishimiz kerak. Masalan, uzum, bog'da turgan uzum. Kunduzimi, qorong'imi? Hamma narsasini yozishimiz kerak. U nima deydi? Qaysi gapda keyin qaysi gapni gapiradi? Qanday holatda turadi? Uni shakli qanday bo'lsin? Hamma narsasini to'liq, chiroyli qilib yozsak, ChatGPT bizga o'zimiz xohlagandek rasmni chiqarib beradi va u rasmni biz xuddi mana shunday sun'iy intellektlardan gapirtirib video yasashimiz mumkin. Xo'p, biz videomiz tayyor bo'libdi. Qani buni endi birgalikda tekshirib ko'ramiz. I am not an ordinary fruit. I have swallowed the sun within me. Each grain is Hozir bizda ozgina muammo bo'libdi. O'zbek tilida xuddi men hozir sizlarga aytganimdek, biz bunga o'zbekcha gapirdik yozmadik. Ko'rdilaringiz? Endi bu yerga yozamiz. O'zbek tilida gapir. Ikkita nuqta qo'yamiz. Boramiz. Yana kutib turamiz. Ko'rdingiz? Agar biz buni o'zbek tilida gapirsin deb yozmasak, xuddi mana shuni inglizcha qilib tayyorlab beraveradi. Endi yana ozroq kutamiz. Eslatib o'taman, YouTube kanalimga qanchalik like bosib, obuna bo'lib qo'llab-quvvatlasangiz,
Men o'zim bilgan narsalarni sizlarga iloji boricha aniq va tushunarli qilib o'rgatishga harakat qilaman. Siz meni qo'llab-quvvatlang, men sizga o'zim bilgan hamma narsani o'rgatishga harakat qilaman. Insondan yaxshilik qoladi. Men o'zim bilgan narsalarni sizlarga o'rgatib ketsam, ham o'zimga foyda, ham sizlarga foyda. Xo'p. Videomiz tayyor bo'lib qoldi. Qani endi birgalikda ko'ramiz. Qani o'zbek tilida gapirarmikan. Oddiy meva emasman, quyoshni ichimga yutganman. Har donamga shirinlikning siri, tafakkur va yozning o'zini his qil. Men ana shunday videolar ketaveradi. Bizni qo'llab-quvvatlab, kuzatib borishda davom eting va yana qanday bir yangiliklar bo'lib qolsa, qanaqa sun'iy intellektdan qanday foydalanish kerak bo'lsa, izohlarga yozing. Men iloji boricha uni o'rganib, sizlarga aniq video darslik qilib chiqarishga harakat qilaman. Sizlarga uyga vazifa o'zlaringiz uzumni emas, endi boshqa mevani, masalan, banannimi, olmanimi gapirtirib ko'ringlar. Keyingi video darslarimda agar bu darsim qiziq bo'lgan bo'lsa, keyingi video darslarimda 2-3 ta mevani bitta joyga turgizib, bir bilan suhbat qilayotgan variantini ham qilib ko'rarmiz balki. Izohlarda yozib qoldiring. Boyagi prompt kerak bo'lsa, izohlarga prompt deb yozib qoldiring. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.